16-mavzuyimiz men tanlagan kasb deb nomlanadi. Men tanlagan kasb. Timur, dada, siz har doim fermer bo'lishni istaganmisiz? Otasi. Yo'q. Men bolaligimdan hayvonlarni juda yaxshi ko'raman. Ziyrak nomli kuchugim kasal bo'lib qolganda uni yaxshilab parvarish qilganman. O'sha vaqtlarda veterinar bo'lishni orzu qilardim. Sherzod. Veterinar nima ish qiladi? Otasi u hayvonlarni davolaydi. Sherzod. Tushunarli, veterinar hayvonlarning shifokori. Otasi. Ha, sizlarchi qaysi kasbni tanladingiz? Sherzod. Men sportchi bo'laman. Timur. Men esa hali bir qarorga kelganim yo'q. Lekin katta olim bo'lishni orzu qilaman. Otasi qanday kasbni egallasangiz ham odamlarga ko'proq yaxshilik qiling. O'ylab ko'ring. Birinchi, kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishni istaysiz? Ikkinchi, kasb tanlaganda nimalarga e'tibor berish kerak? Kasb tanlaganda inson o'zining qiziqishlariga e'tibor berishi lozim bo'ladi. Suhbatdagi ziyrak so'zi nega bosh harf bilan yozilgan? Ziyrak so'zining bosh harf bilan yozilishining sababi u itga qo'yilgan ism bo'lib hisoblanadi, atoqli ot bo'lib hisoblanadi. Shu sababli ziyrak so'zi bosh harf bilan yozilgan. Demak, hayvonlarga atab qo'yilgan nomlar imlosi. Birinchi mashqimiz bosh harf bilan yoziladi. Uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarning nomini alohida qatorlarga yozing. Bunda hayvonlarning suratlari berilgan. Qoidani o'rganamiz, yodda tuting. Qoidani tushunib oling. Boychibor, g'irko'k, momiq, mosh, qoplon, olapar, govmish, qashqa. Hayvonlarga atab nom qo'yish mumkin. Odatda it, mushuk, sigir, ot kabi uy hayvonlariga nom beriladi. Masalan, olapar, mosh, qashqa, tarlon. Ba'zan qo'lga o'rgatilgan fil, ayiq, sher, yo'lbars, maymun kabi turli yovvoyi hayvonlarga ham nom qo'yiladi. Hayvonlarga atab qo'yilgan nomlar bosh harf bilan yoziladi. Endi birinchi mashqning shartini bajaramiz. Mana uy hayvonlarini va yovvoyi hayvonlarni alohida guruhlarga ajratib yozdik. Ikkinchi mashqimiz yozma bajariladi. O'qing, hayvonlarga atab qo'yilgan nomlarni toping va ular ishtirok etgan gaplarni ko'chiring. Qishlog'imiz veterinari. Qishlog'imizda bitta veterinar bor. Uy hayvonlari esa juda ko'p. Bir hafta oldin govmish sigirim tug'di. O'sha kuni uyimizga veterinar yetib keldi. Govmishni va jajji buzoqchani ko'rib qo'ydi. Buzoqchaning peshonasi va qornida qora xollari bor. Shuning uchun men unga qora xol deb nom qo'ydim. Men ham katta bo'lsam veterinar bo'laman va qishlog'imizdagi hayvonlarni davolayman. Hayvonlarga atab qo'yilgan nomlar: govmish 2 o'rinda, qora xol 1 o'rinda. Demak, biz 3 ta gapni ko'chirib olamiz. Birinchi gap, ikkinchi gap mana va oxirgi gap. 3 ta gapni daftarimizga yozib olishimiz lozim bo'ladi. 3-chi mashqimiz og'zaki bajariladi. Rasmdagi hayvonlarga nom qo'ying. Bunda ularning tashqi ko'rinishi va odatlariga e'tibor bering. Ayig'imizga mana momiq deb ism qo'ydik. Itga qoplon deb ism qo'ydik. Maymunga esa martishka deb nom qo'ydik. O'zingiz nom bergan hayvonlar haqida bittadan gap tuzing. Uyga vazifa. Sizga qaysi uy hayvonlari yoqadi? Ularni qanday nomlagan bo'lardingiz? U haqida kichik hikoya yozing. Mana 3-chi mashqimiz. Ularni qatnashtirib 3 ta gap tuzdik va uyga vazifani bajaramiz.
bizning bir sigirimiz bo'lardi. Ola har yog'ida olasi bo'lganligi sababli uni olapar deb ataganmiz. Mana sigir hayvonimiz haqida matn tuzdik. 4-mashqimiz yozma bajarish uchun berilgan. Rasmdagi kasb egalarining vazifalari haqida so'zlang. Ular haqida gaplar tuzing va yozing. O'qituvchi, demak, bolalarga bilim berib, ularni tarbiyasiga xizmat qiladigan kishi o'qituvchi bo'lib hisoblanadi. Hunarmand. Hunarmand so'zi keng ma'noda berilgan rasmdagi hunarmand kulol. Hunarmandchilikning juda ko'p sohalari bor. Tikuvchilar ham hunarmand, kulollar ham, zargarlar ham, yog'och uymakorchiligi sohasida ham ishlaydigan hunarmandlarimiz bor. Hisobchi. Hisobchi turli sohalarda ishlaydigan kishilarning maoshlarini hisoblaydigan kishi. Haydovchi. Mashina haydash uchun demak biz haydovchilarga murojaat etamiz. Jurnalistlar. Turli ko'rsatuv va tadbirlarni olib boradigan, ularni tayyorlaydigan kishilar jurnalistlar bo'lib hisoblanadi. Advokat. Advokatlar qonunni juda ham mukammal biladigan shaxslar bo'lib hisoblanadi. Keling endi ular haqida gaplar tuzamiz va yozamiz. Mana ular haqida gaplar tuzdik va yozdik. Yozma bajarish uchun 5-mashqni ko'rib chiqamiz. O'qing, savollarga javob bering. Hisobchi. Hisobchi pul bilan bog'liq hisob-kitob ishlarini yuritadi. Hisobchilar hamma sohada kerak. Ota-onangizning oylik maoshini ham, bobo-buvingizning nafaqa pullarini ham shu kasb egalari hisoblab beradi. Hisobchilar matematika va kompyuter texnologiyalarini yaxshi bilishi kerak. Hisobchi bo'lib ishlaydigan yaqinlaringiz bormi? Hisobchi bo'lib ishlaydigan yaqinlarimiz bor. Sizda shu kasb egasi bo'lish fikri tug'ilganmi? Yo'q, menda o'qituvchi bo'lish fikri juda yoshligimdanoq tug'ilgan. Demak, bu savollarga javob har bir o'quvchi har xil javob berishi mumkin bo'ladi. Keling endi guruhlarda ishlaymiz. Birinchi guruh kasb nomini o'qiydi, ikkinchi guruh esa kasb egasi vazifasini tushuntiradi. Keling, barcha kasblarni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Rassomlar, demak, rasm chizadilar. Tasviriy san'at bilan shug'ullanadigan kishilar. Olim. U yoki bu sohada ilmiy ish olib boradigan kishi olim deyiladi. Fizika bo'lishi mumkin, matematika bo'lishi mumkin, ona tili sohasida ilmiy ish qiladigan insonlarni olimlar deb ataymiz. Tadbirkor. Tadbirkorlar, demak, biznesni yo'lga qo'ygan kishilar bo'lib hisoblanadi. Sotuvchi. Biror bir do'konda yoki bozor rastasida sotadigan kishi sotuvchi bo'lib hisoblanadi. Shifokor. Bemorlarni davolaydigan kishi shifokor bo'lib hisoblanadi. Haydovchi. Odam yoki yuk tashishga xizmat qiladigan insonlar haydovchilar bo'lib hisoblanadi. Bastakor. She'rlarga musiqa bastalaydigan kishi bastakordir. Oshpaz. Taom tayyorlaydigan kishilar oshpaz bo'lib hisoblanadi. Tikuvchi. Turli xil kiyim boshlarini tikadigan kasb egalari tikuvchilardir. Uchuvchi. Demak, samolyotlarni boshqaradigan kishi uchuvchi. O't o'chiruvchi. Favqulodda vaziyatlarda insonlarga yordam beradigan kishilar, bular o't o'chiruvchilar bo'lib hisoblanadi. Quruvchi. Turli xil binolarni quradigan kishilar, bular quruvchilardir. Sartarosh. Insonlarning soch soqollarini tartibga keltiradigan kishilar sartaroshdir. Agronom. Qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydigan insonlar agronomlar bo'lib hisoblanadilar. 6-mashqimiz og'zaki bajariladi. O'qing, savollarga javob bering. Me'mor. Me'morlik eng qadimgi kasblardan biridir.
Me'mor uylar, osmono'par binolar va ko'priklarning loyihasini tuzib beradi. Har bir me'mor bino qurishda 3 ta muhim narsaga amal qiladi. Birinchidan, bino foydali, ikkinchidan mustahkam, uchinchidan esa chiroyli bo'lishi kerak. Ajdodlarimiz usta me'mor bo'lishgan. Ular qurgan binolar hozirgacha saqlanib qolgan. Buyuk bobomiz Amir Temur kim bizning kuch-qudratimizga shubha qilsa, kelib biz qurgan binolarni ko'rsin degan edi. Savol: me'morning vazifasi nima? Me'morning vazifasi uyning loyihasini tayyorlab berish. Me'mor bino qurishda qaysi qoidalarga amal qiladi? Me'morlar bino qurishda umuman xatoga yo'l qo'ymasliklari lozim, hatto 1 millimetrga ham xato qilmasliklari lozim. Sababi quruvchilar uning chizgan loyihasiga qarab o'sha uyni quradilar. Uyga vazifani bajaramiz. Oila a'zolaringizning kasblari haqida kichik hikoya yozing. Mana oila a'zolarimizning kasblari haqida kichik hikoya yozdik. Endi siz ham o'z oilangiz haqida, ularning kasblari haqida mana shunday kichik hikoyani namuna asosida yozishingiz mumkin bo'ladi. 7-mashqimiz yozma bajariladi. Hayvonlarga atab qo'yilgan nomlarni toping. Siz veterinar ko'rigiga momiq, olaxon va chaqmoqni olib bordingiz, ammo veterinarga yordam kerak. Hayvonlarga qo'yilgan nomlarni yozib bering. Hayvonlarga qo'yilgan nomlar 3 ta: momiq, olaxon, chaqmoq. Xo'sh, momiq, olaxon, chaqmoq. Rasm asosida 3 ta gap tuzing. Nima deb o'ylaysiz? Hayvonlarga atab qo'yilgan nomlar shu hayvonlarning o'ziga mosmi? Albatta mos. Momiq mushukka qo'yiladi. Mana chaqmoq juda ham ziyrak, sergak turibdi. Va mana ola dog'lari bo'lganligi sababli sigirga ham olaxon deb nom qo'yilishi molga olaxon deb sigir bo'lishi kerak. Bu juda ham mos. Xo'sh, keling endi rasm asosida 3 ta gap tuzamiz. Mana rasm asosida gaplarni tuzib oldik. Demak, 8-mashqni bajarishga o'tamiz. Mashqimiz yozma tarzda bajariladi. Nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'yib gaplarni ko'chiring. Birinchi: Alpomishni zindondan boyichi bor oti qutqarar. Cho'ponning chaqmoq iti qo'ylarni bo'ridan qo'riqlaydi. Berilgan mana 4 ta ism bor. Ulardan birortasi itning nomiga to'g'ri kelmaydi. Nisbatan qashqa to'g'ri kelishi mumkin. 3-chi: har kuni ertalab Salima xola qashqa sigirini sog'adi. Sigirga menimcha juda ham mos. 4-chi: Madina mushukchaga mosh deb nom qo'ydi. G'irko'k bu Alpomish dostonida uchraydigan otning nomi. Bu ko'kaldoshining otining nomi, adashmasam, G'irko'k edi. 9-sinf adabiyot darsligida mavjud. Xo'sh, demak, boychiborni qo'ydik, chaqmoq itni nomini qo'ydik, qashqa sigirni nomini qo'ydik va mushukka mosh deb nom qo'ydik. Ana endi 4 ta gapni daftarimizga yozib olamiz. 9-mashqimiz ham yozma bajariladi. O'qing, savollarga javob bering. Qishlog'imizda har yili uloq o'yini o'tkaziladi. Uloqda abjir chavandozlar o'zlarining chopog'on otlari bilan ishtirok etadilar. Bu yil Egamberdi chavandozning Tarlon, Salim chavandozning Uchqur, Alisher chavandozning G'irko'k nomli otlari hammani lol qoldirdi. Chavandozlar esa eng katta sovrinlarni qo'lga kiritishdi. Savol 1. Uloq qanday musobaqa ekanini bilasizmi? Albatta, uloq bu chavandozlar o'rtasidagi musobaqa bo'lib hisoblanadi. Ma'lum bir joydan echkining bolasi so'yib o'rtaga tashlanadi. Mana shu echkining bolasi uloqni olib ot ustida o'sha chavandozlar ma'lum bir marraga etishlari lozim bo'ladi. Eng birinchi bo'lib marraga etgan kishi g'olib deb topiladi.
Uloqda kimlar ishtirok etadi? Chavandozlar ishtirok etadi. Ya'ni ot minishni, otda yurishni juda ham qoyillatadigan insonlar chavandozlar deyiladi. Topshiriq matnni ko'chiring, hayvonlarga atab qo'yilgan nomlarning tagiga chizing. Mana men 3 ta so'zning ostiga chizib qo'ydim. Bu hayvonlarga qo'yilgan nomlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ular otlarga qo'yilgan nomlar. Birinchi mashqimiz og'zaki bajariladi. Rasmdagi jonivorlar qaysi kasb egalarining topshiriqlarini bajaradilar? Ular haqida gap tuzib yozing. Demak, itlar ichki ishlar xodimlarining topshiriqlarini bajaradilar. Kabutarlar qadimda xat tashish vazifasini bajargan, u podshohlarning xatlarini tashigan. Bugungi kunda emas albatta. Xo'sh, ular haqida gaplar tuzib yozamiz, marhamat. Mana yozdik. Uyga vazifa. O'zingiz yoqtirgan uy hayvoni haqida 5 ta gap tuzing. Mana yoqtirgan bir uy hayvonimiz haqida matn yaratdik. 16-mavzu doirasida 11-mashqimizni yozma bajaramiz. Rasmga qarab kichik hikoya tuzing. Bizga demak mana bunday ajoyib rasm berilgan. Hikoyadagi hayvonlarga atab nom qo'ying va yozing. Hikoyada mana ot, sigir, mosh-mushuk, olapar it bor ekan. Mana 11-mashq bobomning dala hovlisi degan matnni tayyorladik. Keyingi mashqimiz guruhlarda bajariladi. Guruhlarga bo'linib, mening kasbimni top o'yinida ishtirok eting. Demak, kasblar ma'lum bir guruhlar tomonidan ma'lum bir kasb egalarining nima ish qilishlari so'zlab beriladi. Ikkinchi guruh esa shu kasbning nomini topishi kerak bo'ladi. Biz sizlarga ba'zi bir kasblarning nima ish qilishlari kerakligini yashirin holatda va javoblar bilan sizga taqdim etdik. Keyingi mashqimiz uyga vazifa tariqasida berilgan. Men sevgan kasb mavzusida kichik hikoya yozing. Demak, uyga vazifani bajaramiz. Uyga vazifa. Men sevgan kasb. Har bir kishi har xil kasblarga qiziqadi. Men esa o'qituvchilik kasbiga qiziqaman. Shu mavzuda mana matn tayyorlab, tayyor holiga keltirdik.